Voy, zikavra bor. Bo'ldim. Assalomu alaykum hammaga. Andijon shahridagi eng assortimenti ko'p bo'lgan do'konga xush kelibsiz. Mana bu turgan korobka bu mana endi Amerikadan keldi. O'zingizlar mana bu joydan ko'rishingiz mumkin, qayerdan qayerga kelganini. Ayrimlar so'raydi, bu рабочий noutbuklaringizni korobkasi yo'qmi? O'zini korobkasi deydi. Bu noutbuklar Optim. Men hozir bu noutbuklarni faqat bitta partiyani ko'rsatyapman. Shunaqa ko'rinishda keladi. O'zingizlar ko'rsangiz bo'ladi. Mana shunaqa har bir qatorida noutbukda o'zi chiqadi. Mana bunaqa. Endi men hozir bu videoga olish jarayonida buni qaytadan solib qo'ydim. O'zi aslini olganda bular hammasi mana bunaqa salofan paketlarga o'ralib keladi. Endi men hozir qaytadan videomga olayotganim uchun yana qaytadan solib qo'ydim. Bu hali lekin Telegram kanalimizga ham qo'yilmagan va hali vitrinamizga ham qo'yilmagan noutbuklar. Xo'p, birinchi noutbukdan boshladik obzorini. Bu noutbukimiz HP Pavilion X360, operativkasi 8 GB, xotirasi 256 talik, protsessor esa Core i3 11-avlod bo'lgan noutbuk. Bu studentlarga ham, o'qishga ham, ofisga ham juda ham yaxshi variant, treyderlarga ayniqsa, sababi treyderlar TradingView'da ishlagan paytda shamlarni yaqinlashtirib, uzoqlashtirib, grafik tarixda ko'rgan juda ham qulay bo'lgan variant. O'zim ham tavsiya qilaman shunaqa sensorli ekranlarni. Cho'zilib ketyapti, tez gapiraman. Bu noutbukimiz HP EliteBook. Boshqa noutbuklarga nisbatan farqi shundaki, bu Ryzen 7 5000 seriya, 5800 seriya. Intel bilan ko'pchilik solishtiradi. Intel, ya'ni Core i da nechiga teng bo'ladi deb. Core i 7 12-avlodga teng bo'ladi. Barmoq iziga ochiladi, отпечаткасы bor, Bangalore kolonka ishlatilgan, 16 GB operativkaga ega, xotirasi esa 256 talik. Ekran diagonal 14 lik, ko'tarib yurgani ixcham metal korpusli noutbuk. Navbatdagi noutbukimiz Lenovo Yoga deb nomlanadi. Bu noutbukimizning parametrlari Ryzen 5 4000 seriyali. Intelda, ya'ni Core i da Core i5 11-avlodga teng bo'ladi. Operativkalari 8 256 talik, xotiraga ega. Mana bu ustidaginisi zavodskoy shunaqa materialli bo'ladi. Usti plasmassa, uni ustiga mana shunaqa qoplangan. Mana o'zingiz ham ko'rsangiz bo'ladi. Ekran sensorli, planshetli rejimlari bor bo'lgan ixcham noutbuk. Navbatdagi noutbukimiz HP deb nomlanadi. Buni parametrlari ham juda chiroyli. Core i5 12-avlod, operativkasi esa 8 ga 512 GB SSD xotirali. Bu noutbukimizning afzalligi shundaki, bu 10 yadr 12 potokli. Maza qilib dasturlash, IT va ofisning ishlarida eng kuchli variantlari uchun qulay keladigan noutbuk. Bundan keyingi noutbukimiz ham HP model. Buni parametrlari Ryzen 5 7000 seriya. Agar Intelga, Core i ga nisbatan agar hisoblaydigan bo'lsak, Core i5 12-avlodni analogi hisoblanadi. Operativkasi 8, xotirasi esa 512 GB SSD xotiraga ega. Microsoft Surface i7 10-avlod bo'lgan noutbuk, operativkasi 16 GB, xotirasi esa 256 talik. Ko'tarib yurgani ham juda ham udobni, ixcham, kompaktni noutbuk, biznes klass noutbuklar turiga kiradi. Hozirgi kunda igrovoy va ish tanlamas noutbuklarimiz ichida eng kuchli bo'lgan noutbuk mana shu Acer Nitro Core i9 13-avlod H professionalniy protsessorli noutbuk. Bu noutbukimiz 14 yadr 20 potokli, operativkasi esa 16 GB 5200 chastotali, xotirasi esa 1 terabaytli. Va bu noutbukimizning video kartasi esa RTX 4060.